Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan qochuvchi gamer kanali. Bugungi videorolikimizda sizlar bilan shunaqa g'orli tagidagi g'ayritabiiy joylarga tushishga harakat qilamiz do'stlar. Xo'p, mana bizga kerak bo'ladi, svet kerak bo'ladi bizga do'stlar, yorug'lik qilishi uchun. Xo'p, bu yerdan qidiramiz do'stlar, chiqarmikan? Xo'p, bu yerdan topish juda ham qiyin bo'lyapti. Mana svetni ham topib oldik do'stlar. Xo'p, mana svetni qo'yib sekin ichkariga kirib boramiz do'stlar. Ichkarida mana ko'ryapsizlarki, zombilar yuribdi. Ovozi ham eshitilyapti do'stlar. Xo'p, mana do'stlar, ichkarida zombilar yuribdi. Xo'p, mana zombichalar. Zombilarni Minecraftdan qidirmoqchi bo'lsalaring, tog'larning tagida qidirsalaring urug' aymog'i bilan chiqar ekan do'stlar. Xo'p, mana videoga keladigan bo'lsak, ichkariga kirib ko'rdik mana do'stlar. Xo'p, bu yerda nimadir ko'rildi. Qani. Vau! Ko'rshapalak yuribdi do'stlar bu yerda. Tog'ning tagida ko'rshapalakka nima bor, uni to'g'riroq tushunmadim. Xo'p, mana yana qaytadigan bo'lsak do'stlar. Xo'p, mana bu tomonda hattoki do'stlar, suvning tagida ham zombichalar yuribdi do'stlar. Suvning tagida qanday yashashini hali ham miyamga sig'dira olmayapman do'stlar. Xo'p, mana bu yerda ham zombi. Xo'p, bu yerda sichqonlik ilmi nimadir bor ekan. Xo'p, do'stlar, yana qaytamiz. Xo'p, do'stlar, mana yana zombichalar. Zombidan boshqa narsalar ko'rinmayapti do'stlar. Xo'p, adashib qolganga ham o'xshayapmiz bir tomondan. Xo'p, do'stlar, endi nima qilamiz? Xo'p, zombicha menga yo'l ko'rsatib yubor. Tegib keladi-yu, lekin uning miyasi yo'q-ku. Xo'p, do'stlar, bu yerdan yo'l ochishga harakat qilamiz, chunki yo'lni topishning iloji yo'qga o'xshaydi. Vot, mana tashqariga ham chiqib olyapmiz. Xo'p, do'stlar, tashqariga ham chiqib oldik boya kirgan joyimizga. Xo'p, do'stlar, mana nimalardir ekib tashlashgan ekan. Qoch kerak zombi. Zaybaniti qildik. Xo'p, bu yerda polli zombilar bor ekan. Xo'p, do'stlar. Xo'p. Zombilar kechasi yurishining anaqasi shu yerdan chiqishar ekan demak. Bu yerlar qorong'ir ekan. Men svet qo'yganimdan keyin yorishdi. Biz yana suvga tushib ketdik do'stlar. Yana suvning ichlarida yuribmiz do'stlar. Bu yerda yana suvning tagida yuribmiz. Menimcha tog'ning eng pastki qismiga tushdik do'stlar. Bu yerdan yo'l ochishga harakat qilib ko'ramiz. Juda ham bu yerlar qorong'ir-ku. Juda ham qorong'ir ekan do'stlar, bu yerlar juda ham qo'rqinchli. Agar haqiqiy hayotda shunaqa joyga tushib qolsangiz, chichib qo'yishingiz hech gap emas. Bu albatta hazil. Do'stlar, bu yerdan esa chiqishga harakat qilamiz. Juda ham yana adashib qolganga o'xshayapmiz do'stlar. Boyagi holatni juda ham o'xshatyapti. Bu yerlarda yana nimalar borligiga bir ko'z yugurtiramiz. Do'stlar, bu yerda zombidan boshqa narsalar yo'qligiga ishonch hosil qilgandan so'ng tepaga yo'l ochishga harakat qilamiz do'stlar. Bu juda ham qiyinga o'xshaydi do'stlar. Buni oxiriga yetishning iloji bormikin o'zi degan savol juda ham meni qiynayapti. Xo'p, do'stlar. Bu tepaga chiqish juda ham qiyin ekan do'stlar. Shuning uchun videoni shu yerda tugatishga qaror qildim do'stlar. Videoga bitta like bosing, kanalga obuna bo'ling.